Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti. Ikkinchi rejamiz davlat standartining tarkibiy qismlari. Uchinchi rejamiz ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 2020-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi 802-sonli qarori qabul qilingan. Davlat standartining asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, ta'lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga va sifatiga, maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish va jihozlanishga, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishini va xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy minimum talablarini joriy etish va nazoratini tashkil etishdan iborat. Davlat standartining asosiy vazifalari esa quyidagilardan iborat. Maktabgacha ta'limning mazmuni va sifatiga qo'yiladigan davlat talablarini belgilash, milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish, o'quv-tarbiya jarayoniga innovatsion, pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ta'lim-tarbiya faoliyatini, sifatini nazorat qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'laqonli va xavfsiz ovqatlanishni tashkil etishga bo'lgan sanitariya, gigiyena talablarini belgilashdan iborat. Davlat standartining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Tarbiyalanuvchining intilishlari, qobiliyat va qiziqishlarini ustuvorligi, har bir bolaning, shu jumladan jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaning maktabgacha ta'lim va tarbiya olishga bo'lgan huquqini amalga oshirish imkoniyatining tengligi, davlat standartining ta'lim sohasidagi davlat va jamiyat talablariga mosligi, maktabgacha ta'limning boshqa ta'lim turlari va bosqichlari bilan uzluksizligi, ta'lim mazmunining uzviyligi, maktabgacha ta'lim mazmunining respublikadagi barcha hududlarda birligi va yaxlitligi, maktabgacha ta'limning mazmuni, shakli, vositalari va usullarini tanlashda innovatsiya texnologiyalariga asoslanilganligi, xorijiy mamlakatlarning ta'lim sohasida me'yorlarni belgilash tajribasidan milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanishdan iborat. Davlat standartining tarkibiy qismlariga esa quyidagilar kiradi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari, maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'yinlar to'plami, o'yinchoqlar, mebel jihozlar va boshqa texnik reabilitatsiya vositalari bilan jihozlash me'yorlari, davlat talablari rivojlanish sohalari integratsiyasini nazarda tutadi va bola rivojlanishiga ko'maklashadi. Davlat talablari tug'ilganidan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning 5 ta asosiy rivojlanish sohalariga bo'lingan, har bir rivojlanish sohasi o'z o'rnida kichik sohalarga bo'lingan bo'lib, ular har bir yosh guruhga mos bir nechta talablardan, ya'ni kutilayotgan rivojlanish ko'rsatkichlaridan iborat. Davlat talablari bolaning quyidagi rivojlanish sohalari bo'yicha belgilanadi. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi, ijtimoiy hissiy rivojlanish, nutq muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi va ijodiy rivojlanish. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Yirik motorika, katta motorika, sensomotorika, sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik. Ijtimoiy hissiy rivojlanish sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Men konsepsiyasi, hissiyotlar va ularni boshqarish, ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot. Nutq muloqot, o'qish va yozish malakalari sohasi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Nutq va til, o'qish malakasi, qo'l barmoqlari, mayda motorikasi.
Bilish jarayonining rivojlanishi quyidagi kichik sohalarga bo'linadi. Intellektual anglash malakalari, elementar matematik malakalar, tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyat. Ijodiy rivojlanish sohasi quyidagi sohalarga bo'linadi. Dunyoni badiiy tasavvur etish, badiiy ijodiy qobiliyatlar. Davlat talablari asosidagi yosh davrlari quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchi bu go'daklik, tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Erta yoshdagi bolalik 1 yoshdan 3 yoshgacha, kichik maktabgacha yosh 3 yoshdan 4 yoshgacha, o'rta maktabgacha yosh 4 dan 5 yoshgacha, katta maktabgacha yosh 5 yoshdan 6 yoshgacha, katta maktabga tayyorlov yoshi 6 yoshdan 7 yoshgacha. Maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim jarayonining aynan maqsadi bolalarda umumiy kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish uchun tegishli sharoitlar yaratishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi 6-7 yosh bolaning umumiy muhim kompetensiyalariga quyidagilar kiradi. Kommunikativ kompetensiya bu muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi, o'yin kompetensiyasi bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanish, ijtimoiy kompetensiya hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati, bilish kompetensiyasi esa atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish. O'quv tarbiyaviy faoliyat O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishga oid davlat talablari asosida amalga oshiriladi. O'quv yili 2-sentyabrda boshlanadi va 31-maygacha davom etadi. 1-iyundan 31-avgustgacha maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari tashkil etiladi. O'quv tarbiyaviy faoliyat guruhning kundalik ish tartibiga tayanadi va unda pedagog tomonidan rejalashtirilgan kundalik harakatlar, bolalar o'yinlari, bo'sh vaqt va o'quv tarbiyaviy faoliyat turlari navbatma-navbat amalga oshiriladi. Bolaning rivojlanish sohasi bo'yicha yutuqlarga esa aynan bolaning rivojlanish xaritasidan foydalaniladi va bu 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Har bir bola uchun individual tarzda yiliga 3 marta to'ldiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidan chiqishda 6-7 yoshdagi bolaning maktabga tayyorgarlik xaritasi to'ldiriladi. Faqat bu maktabgacha ta'lim tashkilot bitiruvchilari uchun tayyorlanadi. Maktabga tayyorgarlik deganda esa bolada umumiy kompetensiyalarning rivojlanish sohalari kompetensiya shakllanganligi tushuniladi. Bu xarita maktabgacha ta'lim tashkilotining har bir bitiruvchisi uchun to'ldiriladi. Unda davlat dasturiga muvofiq rivojlanishning 5 ta sohasi bola kompetensiyalari bo'yicha kutilayotgan natijalar ifodalanadi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti bolalarga ta'lim-tarbiya berish vazifalarini, mazmunini shakllantirish uslublarini va pedagogika fani taraqqiyoti ustuvor yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim tarbiyasida bolaning rivojlanishi, ruhiyati, ta'lim tarbiyasidagi davrlariga monand o'zgarishlar kiritilgan. Ushbu dastur nafaqat tarbiyachi uchun, balki oila va ota-onalar uchun ham eng yaqin maslahatchi bo'lib hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida mavzuni to'liq o'qib chiqishlik va albatta shu mavzu asosida book trailer tayyorlashni vazifa sifatida topshiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kam bo'lmadim?